Adenomiyozi bor ayollarimiz faqat implantni qo'yish kerakmi yoki bo'lmasa bu ayollarda homilador bo'lish kuzatilmaydimi va faqat jinsiy aloqadagi og'riqlar bu normal holatmi? Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik stajga ega ginekologman. Bugun sizlar bilan adenomiyoz haqida gaplashmoqchiman. Endometrioz qanday kasallik? Endometrioz bu asosan bachadondagi o'choqli o'zgarish hisoblanadi. Bu jarayonda asosan buni UZI tekshiruvida aniqlanadigan diagnoz bu. UZIda tekshirilganda bachadondagi o'choqli o'zgarishlar ko'rilganda shu diagnoz tashxisi qo'yiladi. Buni klinikasiga kelsak, qanaqa belgilar beradi endometrioz? Endometrioz asosan hayz siklini buzishiga yoki bo'lmasam hayz qonini ko'p ketib qolishiga yoki bo'lmasam hayzini bir oyda 2 marta kelishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari jinsiy aloqada og'riqlar kuzatiladi. Endometriozda bundan tashqari og'riq bo'lishning sababi ba'zi ayollarimizda endometriozning kista ham paydo bo'lib qoladi. Ya'ni tuxumdonda endometriy hujayrasidan tashkil topgan kistalarning paydo bo'lishi ham jinsiy aloqada og'riqni berishiga sabab bo'ladi. Buni keltirib chiqaruvchi sabablar esa bu juda ham ko'p. Sababi asosiy sabablarga kelsak, birinchisi bu nasliy moyillik, ya'ni onasida bo'lsa, bolasida ham kuzatiladi. Ikkinchi sabab ko'proq ginekologik aralashuvlar, ya'ni ayol kishida o'tkazilgan turli xil abortlar, tug'ruqdan so'ng, kesarvadan so'ng qilingan muolajalar natijasida bachadonning ichki qavati endometriysi o'sha bachadonning devoriga o'tib qolish natijasida endometrioz kasalligi kuzatiladi. Tuxumdondagi kista bo'lishiga sabab bu ko'proq limfagen yoki gematogen yo'l, ya'ni qon yoki limfa orqali endometriy hujayrasining tuxumdonga joylashib qolishi natijasida o'sha joyda tuxumdonda kista paydo bo'lishi yotadi. Bu o'zi qanday kasallik? Bu endometrioz o'zi aslida har xil nom bilan nomlashadi. Endometrioz, adenomiyoz deb nomlashadi. Bachadonni ichki qavat, ya'ni endometriy hujayrasini bachadonni devoriga o'tib qolishi endometrioz yoki adenomiyoz deb ataladi. Buni asosan tashxislashimiz uchun UZI tekshiruvi hamda gormonal fonni tekshirishimiz zarur bo'ladi. Chunki ba'zi holatlarda shu sabablarida gormonal o'zgarish ham endometrioz yoki adenomiyozni keltirib chiqarishi aniqlangan. Buni asosiy davolashi qanaqa bo'ladi? Asosiy davolashi adenomiyozni o'choqlariga qarab turib olib boriladi. Agarda diffuzniy tarqoq bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda asosan dori yordamida adenomiyoz o'choqlarini so'riltirishga yordam beradigan preparatlarni yozamiz. Yoki bo'lmasam bunday ayollarga eng yaxshisi Mirena spiralni yoki bo'lmasam implantni tavsiya beramiz. Bular nima uchun kerak? Bular o'zidan shunday gormon ishlab chiqargani uchun imенно o'sha o'choqlarni so'riltirishga yordam beradi. Yoki bo'lmasam agarda o'choqli obrazovaniya hosil qilgan bo'lsa, buni operatsiya yo'li bilan olib tashlashni tavsiya beramiz. Tuxumdondagi endometriozning kistasi bor ayollarimizga bo'lsa, buni so'riltirish uchun lecheniya qilinadi. Agar so'riltiruvchi lecheniyamiz foyda bersa, unda tegilmaydi, kutiladi. Agar so'riltiruvchi lecheniya foyda bermaydigan bo'lsa, buni ham operatsiya yo'li bilan olib tashlashni tavsiya beramiz. Bundan tashqari endometriozi bor ayollarga bizning eng yaxshi tavsiyamiz so'riltirish uchun homiladorlik bo'lishini tavsiya beramiz. Nima uchun? Homiladorlik davrida hayz qoni bo'lmaganligi uchun bu endometriy hujayralari o'smaydi va o'z-o'zidan so'rilish jarayoni ketadi. Tuxumdondagi kista ham, bachadondagi adenomiyoz o'choqlari ham homiladorlik davrida so'rilib ketadi. Shuning uchun adenomiyozi, endometriozi bor ayollarimizga homilador bo'lishni tavsiya beramiz. Bularda qanday kechadi? Agarda adenomiyoz homiladorlik kuzatilsa, adenomiyozi bor ayollarda bularda eng og'ir asoratlardan biri bu homilani erta tushib qolish xavfi, qon ketib qolish xavfi kuzatiladi. Agarda homilador ayol adenomiyoz tasdiqlanib homiladorlik kuzatiladigan bo'lsa, albatta ginekolog nazoratida yurishlari va homilani saqlab qoluvchi davo muolajalari bilan olib borishlari zarur bo'ladi. Shunda homilani 9 oygacha, ya'ni 39-40 haftagacha ko'tarib olib bora oladilar bular. Shunaqa foydali ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi uchun like bosishni unutmang va izohlarda o'zingizda kechayotgan muammolarni yozib qoldiring.